Erkak kishi albatta o'zini ayolini, uy bekasi bo'lgan ayolini turli xil faoliyatlar bilan chalg'itish kerak. Ya'ni masalan o'zi bilan olib yurish, sayohatlarga chiqish, ko'proq birga bo'lish, suhbatlashish, uni qiziqishlari bilan qiziqish, uni bilan ko'proq muloqotga kirishga harakat qilish kerak. Ayollarda nima uchun nevroz ko'p uchraydi? Ikkita sababini aytaman. Birinchisi ayollar emotsional. Ya'ni ular narsalarni emotsiyalar bilan qabul qiladi. Bu qanaqa isbotlanadi desa, masalan bir muammo bo'ldi, erkak kishi muammoni nimasiga qaratadi? Yechimiga fikrini qaratsa, ayol kishi bu muammoni kim keltirib chiqardi? Nima sabab bo'ldi? Kim aybdor degan savollarga javob qidiradi. Va buni natijasida turli xil negativ fikrlar paydo bo'ladi. Shuning uchun nevrozga uchrashining asosiy sabablaridan bittasi erkak kishi aqli bilan muammoni yechishga harakat qilsa, ayol kishi muammoga emotsiyalari bilan yondashadi. Bu birinchisi. Ko'p uchrashining ikkinchi sabablaridan bittasi statistika ko'rsatadiki, uy bekalarida nevroz ko'proq uchraydi. Nima uchun? Chunki mana oddiy holat bilan tushuntirib beraman. Bir erkak kishi ertalab uydan chiqib ketyapti-da, turmush o'rtog'i bilan konflikt bo'ldi. Ertalab qo'pol qilib aytganda janjal bo'ldi, ikkala er xotin bir-biri bilan talashib qoldi-da. Er ko'chaga chiqib ketdi, ayol kishi uyda qoldi. Nima jarayon yuz beradi? Erkak kishi ko'chaga chiqadi, ko'chada og'aynisini ko'radi, qo'shnisini ko'radi, ishxonaga borib chalg'iydi, boshqa ish bilan muloqot bo'ladi-da, ertalabki konflikt haqida deyarli o'ylamaydi. Ayoldachi? Ayol hammani kuzatdi, uyda o'zi bilan o'zi qoldi. Endi kim bilan muhokama qiladi bu ertalabki konfliktni? Kim bilan muhokama qiladi? O'zi bilan o'zi muhokama qiladi. Ketdi, idish yuvganda ham bo'ldi. Erini 15 yil oldin kamchiligini ham eslaydi, hamma qarindosh urug'ini ham eslab chiqadi. Endi ertalab aytgan gaplarini tahlil qiladi, bir o'tirib yig'lab oladi, jahli chiqadi, o'zini bilsin deydi, o'zini urug'larini bilsin, o'zini qarindoshini nima qiladi manikini gapirib, u yog'idi, bu yog'idi qarang, hamma negativ narsalarni eslab o'zi bilan tahlil qiladi. O'zingiz bilan tahlil qilgandan keyin hamisha o'zingiz haq bo'lasiz. Tahlil qilib turib, er kelguncha bir katta roman doston tayyorlab qo'yadi. Va hech narsadan xabari yo'q. Er ko'chadan kelyapti, haliga ertalab konfliktdan eshitdi. Eshikni ochsa, vajohatli bir ayol turibdi. Hayron kirib, nomiga bir sabab bilan bir qo'polroq gapiradi, nimadir bo'ladi-yu, o'sha yig'ilgan so'zlar, gaplar, kamchiliklar yomg'iri erga yog'diriladi va konflikt yana davom etadi. Aynan uy bekallarida nevrozni ko'p uchrashiga sabablardan bittasi aynan